Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan bugun 22 fevral 2026 yil Gazablog seximizdan video joylayapmiz. Bizga Gazabloglarimiz mana 20 ga 30-60 обычный razmerdagi Gazabloglar. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Aloqaga chiqarasizlar, bemalol ekran nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Gazabloglarimiz Yasin 550 markada qo'yiladi. Sifati juda a'lo darajada, o'lchamlari aniq 20 ga 30-60, 19 yoki 21 baland holatda yo past holatda kelmaydi. Xudo xohlasa 550 markadagi Yasin yaxshi sementga quyiladi. Gazabloglarimizni bugungi 22 fevral kunidagi holati hech qanday montaj yoki nimadir holatda ishlangan video emas. Bu realniy holatda olinayotgan video. Gazabloglarimiz vodiy bo'ylab dastavkamiz mavjud. Gazabloglarimiz har xil o'lchamda bor. 20 ga 30-60 обычный razmeri mana shu. Bundan tashqari 10 ga 30-60, 12 ga 30-60, 15 ga 30-60, 24 ga 30-60 razmerlarimiz ham bor. Bemalol kimga Gazablog kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. To'raqo'rg'on tuman gaz filiali yonginasida.